beraman. Jadvalda ishlashga. Jadvalda o'zingizni fikringiz qarang. Bu jadvalda nima deyilyapti? Nafas olish bilan oziqlanish. Fotosintez hamda nima deyapti? Nafas olish. Mana bu yerda qani bolalar, mana jadvalda ko'ramiz. Nafas olish bilan fotosintez jarayoni. Nafas olganda o'simliklar qaysi gazni yutadi, qaysi gazni chiqaradi? Qaysi guruh? Qani chiqing. Nafas olganda kislorod yutib, karbonat Yozing, kislorod formulasini yozing. Qani nafas olganda qanday ekan? Tez. Qani ikkinchi guruhdan kim chiqadi? Qani kislorod yutishi, nafas olganda kislorodni yutishi, karbonat angidridni chiqarishi. Mana bu karbonat angidrid. Nafas olganda mana bu karbonat angidrid. Kislorod nima qilyapti ekan? Kislorod yutadi, nima chiqarar ekan? Endi oziqlangandachi, fotosintezdachi. Qani chiqing. Oziqlanganda qanday ekan? Ikkinchi guruh. Oziqlanganda. Nima ekan? Karbonat angidrid yutib, nima chiqarar ekan? Kislorod chiqarar ekan. Qachon? Oziqlanganda. Endi nafas olish bilan oziqlanishni bir-biridan farqini ajrata oldilaringizmi bo'ldi? Endi mana bu yerda televizorga qaraylik. Mana televizorda ham ko'ryapsiz, inson karbonat angidrid chiqaryapti. Qachon? Nafas olganda karbonat angidrid chiqaryapti. O'simlik nima qilyapti? O'sha karbonat angidridni yutib, nima inson uchun kislorodni ajratib beryapti. Endi shuning uchun nima sababdan sinfdagi gullar yaxshi o'sadi? Nima sababdan o'quvchilarda ko'proq karbonat angidrid chiqaradi? O'sha kislar chiqaradigan karbonat angidrid bilan o'simlik nima qilar ekan? Oziqlanar ekan. Siz video qo'ying. Demak, bu kislorod jang uchun juda ham kerak. Mana bu gaz esa, ya'ni chiqindi gaz esa lobiya foydasi uchun. Mana shu jarayonga bugun to'xtalamiz. Bu jarayonning ro'y berishi uchun bizga quyosh kerak. Albatta, ertakning aksariyat qismi, hikoyaning aksariyat qismi kunduz kuni davom etar edi. Shuning uchun mana bu burchakda